Judayam ko'p holatlarda gaz klapanlarini tester orqali tekshirsa bo'ladimi deb ko'p so'rashadi. Ha, tekshirsa bo'ladi. Hammaga salom, ismim Ismoil. Bu Uzoq sizdan loyihasi. Gaz klapanlari o'zi nimaga kerak degan savol. Gaz klapanlarining vazifasi shundan iboratki, har bir gaz klapani yoqilg'ini samarali o'tishini ta'minlaydi, xavfsizlikni ta'minlaydi va aynan gaz sarfini kamaytirib beradi. Gaz klapan turlari haqida gaplashadigan bo'lsak, aynan ishlab chiqaruvchilariga qarab, konstruktiv jihatdan bir-biriga o'xshamaydigan gaz klapanlarning soni juda ham ko'p va o'zgaruvchan va o'zgarmas tokda ishlaydigan gaz klapanlar ham mavjud. Dunyo tan olgan brendlar haqida gaplashadigan bo'lsak, SIT Italiya mahsuloti, undan tashqari Honeywell brendi bor, Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli kompaniya. Hozirgi kunda aynan Honeywell yoki bu yerda yozilgan Resideo brendi ostida ham ishlab chiqarilmoqda. Undan tashqari Germaniya mahsuloti IBM Pabst mahsulotlari ham mavjud. Gaz isitish qozonlarining ichiga o'rnatilgan gaz klapanlar haqida gaplashadigan bo'lsak, O'zbekiston hududida aynan SIT 845 modeli juda ham keng tarqalgan. Undan tashqari Honeywellning aynan shu modeli rezbali va rezbasiz modellar ham juda ko'p tarqalgan. Hozir sizlar bilan aynan SIT va Honeywellning katushkasi modulatorini qanday qilib tester orqali tekshirishni ko'rib chiqamiz. Gaz klapanni katushkasi va modulatorini tekshirish uchun bizga tester kerak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, SIT modelida gaz klapanning birinchi katushkasi mavjud va ikkinchisi bu yerda EV1 va EV2 yozilgan bo'ladi. Hozir birinchi katushkani tekshiradigan bo'lsak, bu yerda shtekerlar mavjud. Ichki qismiga 1 dan 4 gacha yozilgan bo'ladi. Birinchi shtekeri tekshirish uchun 3 bilan 4-shtekeri tekshiramiz. 3 bilan 4-shtekeri tekshirganimizda bizda именно testerimizda 1.6 chiqish kerak. 1.6 значение chiqish kerak bo'ladi. 1.6 u 1.6 kilo ohm bo'ladi. Plus minus 5% raznica bo'lishi mumkin. Ikkinchi katushkani tekshirishimiz uchun bizga birinchi shteker bilan 3-shtekerga tekshirishimiz kerak bo'ladi. 1 bilan 3-shtekerni qo'yganimizda, tekshirganimizda значениесі 6 kilo ohm chiqishi kerak. Shunda plus minus 5% raznica bo'lishi mumkin unda ham. Endi modulyatorni tekshirishimiz uchun yon tarafda ko'rishingiz mumkin 2 dona shtekeri bor. Aynan shu shtekeri tekshirishimiz uchun biz endi testerda kilo ohm emas, balkim ohmga o'tkazamiz. Sababi aynan modulyatori 80 ohm значение ko'rsatishi kerak. 80 ohm deganda 5% plus minus bo'lishi mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir bu ishchi holatda. Endi esa Honeywell gaz klapanini katushkasini tekshiramiz. Katushka tekshirish uchun hozir kilo ohmga o'tkazamiz. Katushkaning ko'rib turganingizdek shtekerlar mavjud. Aynan shtekeri o'zida ham ketma-ketlikda katushka 1 va katushka 2 pastki qismida значениесі mavjud. Hozir katushka 1 ni tekshiradigan bo'lsak, 208 kilo ohm chiqishi kerak. Plus minus bundan ham 5%. Ko'rishingiz mumkin. Katushka 2 da mana ko'rishimiz mumkin 1.3 kilo ohm chiqishi kerak. Plus minus 5%. Endi modulyatorni tekshiramiz. Modulyatorni tekshirishimiz uchun bunda ham kilo ohm emas, balkim ohmga o'tkazib olamiz. Ohmga o'tkazdik. Bunda ham 2 dona shtekeri bor. Shu shteker orqali hozir tekshiramiz. Tekshirganimizda 30 ohm chiqishi kerak. Bunda ham plus minus 5%. Tekshirib oldik. Agarda modulyator tekshirganingizda yoki katushkani tekshirganingizda aynan aytib o'tgan raqamlar ko'rinmasa yoki 0 chiqadigan bo'lsa, bilingki, katushka yoki modulyatorida ishlamayapti. Bizning oldimizga servis markazi xodimlari ham kelishadi. Ularga aytib o'tardimki, aynan testerda pastda ko'rishingiz mumkin ohm belgisi bor. Mana bu holatda bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Buni kilo ohmga o'tkazganimizda ohm belgisining oldida K harfi ham qo'yiladi. Ya'ni bu kilo ohm bo'ladi. Agarda mega ohmda misol uchun qandaydir bir katushkani boshqa narsani tekshirmoqchi bo'lsangiz, oldida M harfi bo'ladi. Ya'ni omega belgisining oldida katta harfdagi M harfi bo'ladi. Ya'ni u mega ohm bo'ladi. Bu narsani aytib o'tishimdan maqsad shuki, bizda shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Bizdan gazli
klapan sotib olishganida uni tekshirishgan, bizga rasmini ham yuborishgan, ishlamayapti deb, ya'ni o'sha raqamlari noto'g'ri ko'rsatyapti kartoshkani deyishgan, mahsulotni qo'ymasdan turib. O'shanda rasmini yuboring deganimizda tester rasmini yuborishgan, kartoshka tekshirayotganligida kilo o'mda emas, balkim raqamini kichkina joy qo'yib qo'yishgan. Bu degani katta уже kilo o'mni u ko'rsatmaydi. Unda 0 chiqib qolaveradi. Shuning uchun ham testerda tekshirayotganingizda aynan kilo o'mda yoki o'mda tekshirayotgan bo'lsangiz, aynan pastdagi belgilariga ham ahamiyat bering. Bu bizdan sizga tavsiya. Agarda sizlarda gaz klapanlarini kartoshkasini tekshirganingizda raqamlari noto'g'ri ko'rsatib, klapanlar ochmayotgan bo'lsa, bizning botermi.uz saytimiz yoki telefon raqamlariga telefon qilib, bizdan alohida kartoshkalar xarid qilib olsangiz bo'ladi. Xarid qilayotganingizda juda ko'p ham savollar berishadi bizga, ya'ni qora kartoshkani o'rniga bunday oq kartoshkalar tushadimi? Yoki fioletoviy yoki mana bunday jigarrang rangdagilar ham tushadimi degan savollar ham ko'p bo'ladi. Tushmaydi. Sababini aytib o'taman. Har bir kartoshkani o'zini gaz klapani bo'ladi. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, o'zgaruvchan va o'zgarmas tokda ishlaydigan gaz klapanlari mavjud. Undan ham tashqari, har bir kartoshkada shtekerlari har xil joylashgan bo'lishi mumkin. Undan tashqari, qarshiliklari ham boshqa-boshqa bo'ladi. Ya'ni hozir sizga testerda ko'rsatib o'tgan qarshiliklar, ya'ni kilo o'mda bunda boshqa, bularda boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham qorani o'rniga qora xarid qiling, jigarrangni o'rniga jigarrang, oqni o'rniga oq. Ya'ni bizga axborot bersangiz, qanaqa rangdagiligini или rasmini yuboradigan bo'lsangiz, bizga o'sha mahsulotni podbor qilib beramiz. Hozir sizlar bilan gaz klapanning kartoshkasi va modulyatorini qanday qilib tester orqali tekshirishni ko'rib chiqdik. Endi savollar bo'lishi mumkin. Gaz kartoshkalarini tekshirdik, modulyatorni tekshirdik. Shu men ko'rsatgan значениyani ko'rsatyapti, lekin kartoshkalar ochmayapti degan savollar bo'ladigan bo'lsa, keyingi videolarimizda ko'rib o'tamiz. Pastki qismida mana bunday vintlari mavjud. Bu vintlarga uning ключi mavjud bo'ladi. Ya'ni o'rta qismi teshik holatda bo'ladi. Buni ochgan holatda bu yerida filtr bor. Ya'ni markaziy gaz quvurlaridan kelayotgan har xil chiqindilar shu yerga tiqilib qolgan bo'lishi mumkin. Keyingi videolarimizda agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldirsangiz, qanday qilib ochib filtrni tozalash va qaytadan yopib qo'yishdan o'rgatamiz. Undan tashqari, gaz isitish qozonlarida agarda sozlamalari chiqib ketgan bo'lsa, o'zining maxsus ключi orqali qanday qilib modulyator orqali sozlashlarni ham o'rgatamiz.